Obdan turdun mu kızım? Seni pek sevindim. Yana g'amkin ko'rinasiz g'u. Siz ketib uy ichi jimib ketdi. Dadingiz sizni seg'inib meni ko'rishib kelishga avatgandi. Uning kimni ko'ygisi kepti? Meni o'likmi yoki tirikmi debmi? Nima? Hozirgacha shu gapmi? Bu nima qiliq? Ya sarang emas, ya o'ng emas. Unutib qolmang. Sizning eringiz bor. Ali shundoq obdan bola tursa, sizga yana nima kerak? To'la jahillik qilmang, ha? Men o'zimni Sardarni nobud qildim. Sardar, endi o'zimni unutib ket. Appa! Sen o'tib ketgan vaqtni ikki qo'lingda ching tutyapsan. Bir kunlari qo'lingni echib qolsam, qo'lingda hech nima qolmaydi. Hayot degan mana shu. Vaqtni o'zingning qil. Alini o'zingning qil Saida. U degan sening ering. Men uni erim deb qabul qilolmayman, appa. Uni qabul qilishim kerak. Hey, to'y zanjirini nima deb taqmading? U sen uchun odatga bir narsa, shundaqmi? Kunlarning birida sen uning qadri o'tilganda andin uning nimaligini bilib qolasan. Siz uchun shundaqdir, men uchun bir zanjir xolos. Nima undaq johillik qildigansan? Voy, apa, qanday ahvolingiz? Qachon kelgandingiz? Hozir keldim, balam. Qani o'tiring. Dadamning ahvoli qandayroq? Yaxshi, o'zingizning-chi, yaxshi turyapsiz. Xudoga shukr. O'g'lim, sizlar bilan ko'rishib ketay deb kelgan edim. Yaxshi bo'pti, apa. Birdam o'tiring, tamoq qilaylik. Tamoq yetmaydi. Bo'ldilar. Avar bo'lmanglar. Mening yana kasal yo'qlaydigan ishim bor edi. Menga beray. Birdam o'tirib mangan bo'lsangiz. Bo'ldi, o'g'lim. Men qaytay. Asta, oram bir kelganda. Ma'qulamisa, men mangay. Yuring, emas men sizni apirib qo'yay. Avar bo'lmang, o'zim ketaveray. Aran kelganda qo'rqmaydigan bo'ldingiz, apa. Yaqay. Xo'shamsiz qizim. Xudoga omonat. Men opamni apirib qo'yib kelay. Hadi, yaxshimisiz?
Bu Sərdarның sizga yozgan xəti. O bu xatni qachon bergan? Sizning to'yingizning oldingi kuni bergan. Lekin Abdulla akamdan qo'rqib bu xatni sizga beramagan edi. Ondaqda o tex ketmabdi-kanda. Xatni baldiroq bergan bo'lsangiz, ishlar boshqacha bo'lar edi. Onun bilan ko'rishib olgan bo'lsam, qancha yaxshi bo'lardi. Fursat bo'lmadi. Nemishqa vaqtida bermaysiz? Balkim ko'rishib qolgan bo'lardi. Lekin ko'rishamaytdingiz. Nemishqa? Ağlasam dadanız onun siz bilan ko'rishmasligini bakmi taplabdi ekan. Shuning bilan u amalsiz qilib siz bilan ko'rishamadi. O amalsiz qolsa, men ko'rishalaydim-ku. Bu xatni ko'ydirib o'tang. Bermay desam, bu xat haqning omonati. Xatda nimalarning yozilganligini men bilmayman. Ma'qullab ko'ydirib o'tang, ha? Men mangay. Xo'sh. Xo'shamsa. Xo'shamsa. Nimani tushundirsiz? Men sizga degan. Men yolg'onchilikqa chidayolmayman-da. Nima ish qilib aldaysiz? Meni aldaydiganga nima qilamiz? Ali, men sizga tushundiray. Nima tushundirsiz? Bo'ldi qiling. Yur. Men sizni uyingizga olib qo'yay. Ali. Ali. Bo'ldi qiling. Yur. Oldu kıra. Oldu kıra. Yürü. Neyimi düşendirirsiniz, ha? Yürü. Yürüm değme. Git buradan. Bo'lgan ish mushuda da. U hammani menga dedi. U hozirmi uni yaxshi ko'rdi ekan. U meni emas. O'ylab beqingda da. Men uning bilan majburiy bir uyda o'ltirsam, uning ko'nglida yaxshi ko'radigan odami boshqa tursa, men azoblanmamdimi? Sen degan er kishi bir xotin kishinimi ko'ndiramidingmi? Bir ayol kishini yaxshi ko'rmasimi, zo'rlik bilan majburiy uni o'zining qilib olsa, uni er kishi degili bo'lamdi. Jismi sizning qishingizda, yuragi boshqa yerda. Yolg'on ko'yinish, yolg'on so'z. Mushundaq yashash nima degan azobli ish. Haqiqiy er kishi uni qo'rqitish, zo'rlash bilan emas, balki uning o'z ko'nglini qo'lga keltira oladi. Shu vaqtda turmush go'zal bo'ladi. Uni chin qalbini qo'lga keltirish uchun jafo tortishga to'g'ri keladi. Men ko'p o'ylandim dada.
Saida bilan jidallashgandan ko'ra, uni yaxshi ko'rgan odamning qo'liga topshirish qaroriga keldim. O'zing yaxshi ko'rgan bir qizni boshqalarga topshirib o'tishga ko'ngling unamdi. Bo'ladigan ish bo'ldi. Men uning yolg'iz yo'lga chiqishiga yo'l qo'ya olmayman. Yo'l uzoq. Men uni muhofazat qilib, xotirjam birga ep chiqib, uning xo'shalligini o'z ko'zim bilan ko'ray. Mening peshonamgimi? Balkim boshqa birisi putilgan bo'lsa kerak. Muhabbat bo'lash emas, tortib olish texmi emas. Balki yaxshi ko'rgan odamni xo'shal qilish. Bilman, bunday qilish oson emas. Bu ishlarni sizdan boshqa hech kim uqmasin dada. Men uning xo'shalligini nobud qilib o'tishni xohlamayman. Balkim siz kunlarning birida mening to'g'ri qilganligimni his qilib qilishingiz mumkin. Bir qarorga kelib bo'ldim. Men sendan faxrlanaman o'g'lim. Sening deganlaring to'g'ridir. Men sana baxt tilayman. Rahmat dada. Sevgilim hoş dedi kettiğim armenim şu güzel geçiler bulduğum esreti. Bundaq cho'ng shaharda birasini izlab topmoq haqiqatan tas.
Bugun biz uni heliqi adres bo'yicha izdayli. Agilam, men aytib beray. Bo'ldi, o'zim ocha olayman. Yaxshimsizlar? Yaxshimisiz? Sardor ismli birisi mushu uyda turamdi. Ha, bir hafta ilgari turadi. Hozir ko'chib ketdi. Uning nega ko'chib ketganligini bilamsiz? Uyg'ur tibobat doktorxonasida ishlaydigan Olimjon ismli bir do'sti bo'ladigan. Shuni izlab yiqinglar, balkim shu bilishi mumkin. Ma'qul amsa, avara qildik. Rahmat, yo'q. Sizlarga nima lozim? Siz nima deysiz? Mening hech narsa yegim yo'q. Unda qismingiz bo'lmaydi, Sayda. Uni izlab tepish uchun bo'lsam tamoq yeyishingiz kerak. Petermanni keltiring. Ha, ma'qul. Sizga uni izlab tepish taskaganda haqchan. Rahmat. Qani yana? Qani yana? Ya?